Bismillahirrohmanirrohim. Humaza surasi 9 oyatdan iborat. Vaylul likulli humazatil lumazah. Vaylulda tanvin kelyapti. Ustida mana ikkita bir xil zamma, tanvin. Tanvin lam harfiga yo'liqqanda idg'om bo'ladi. Shuning uchun tashdid qo'yib bir-biriga kirgizib olgan. Vaylun deb tanvini o'qilmasdan vaylul deb urishtirib olamiz. Vaylul likulli humazatil lumazah. Humazatida ham shunaqa, mana tayda qing'ir tanvin kelyapti, ya'ni kasralik tanvin. Lamga harfiga yo'liqqanligi uchun idg'om bo'lyapti, g'unnasiz idg'om. Humazatil lumazah. Toy marbuta, ya'ni to'maloq techa so'zni oxirida kelsa ha qilib o'qiladi. Agar so'zni o'rtasida kelsa davom etib ketiladi. Allazi jama'a malan va addada. Mana arab tilida so'z boshida kelgan ismlarga fatha qo'yiladi. Allazi, mana bu yerda alif yo'q, alif ustida a yo'q, lekin biz allazi deb o'qiymiz. Allazi zdan keyin zda ozgina til bosiladi, zdan keyin ya kelyapti, ya'ni tabiiy mad 1-2 deguncha cho'ziladi. Jama'a malau ham idg'om kelyapti, tanvin. Tanvindan keyin vav harfi kelganligi uchun g'unnali idg'om, ya'ni g'unnali idg'omning harflari 4 ta: ya, mim, nun, vav. Tanvindan keyin yoki sukunli nundan keyin kelsa, tanvinni ham sukunli nunni ham ichiga kirgizib olib, g'unna bilan, ya'ni dimog'imizda ozgina 4-5 deguncha ushlab turib, keyin o'tib ketamiz. Malan va addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Bu yerda mana anna ham tashdidli nun kelganligi uchun g'unna bo'lyapti, ushlab turamiz. Anna deb. Yahsabuda birinchi ya kelgan ha aytiladi. Ustma-usti yozilganda ko'pchilik adashib qoladi. Malahu mana mimdan keyin alif mad kelyapti. 1-2 deguncha cho'zamiz, mad tabiiy. Malahu da e'tibor bersanglar, ham to'lqin, ham kichkina vovcha kelyapti. Shuning uchun orqasidan hamza ham kelganligi uchun 1-2-3-4 deguncha cho'ziladi. Malahu akhlada. Kallada mana alif bilan birga yozilganligi uchun mad tabiiy bor, bu yerda ham ozgina cho'ziladi. Ustidagi mosili to'xtash belgisi to'xtamay o'tib ketsa ham bo'laveradi, to'xtasa ham bo'ladi. La yumbadanna. La yumda mana nun mana xira qilib qo'yilgan kitobda, ya'ni o'qilmaydigan harfni xira rangda yozib qo'yadi. La yum deganda iqlob kelyapti. Iqlob qoidasida sukunli nun yoki tanvin b harfiga kelganda nunni o'rniga mim o'qiladi. Shuning uchun belgisi sifatida nunni ustiga bunaqa kichkina mimcha qo'yilib ketiladi. Ya'ni nun o'qimaymiz, nunni o'rniga mim o'qiymiz degan. La yumbadanna fil hutama. Fil tagida o'zi yamat birga kelyapti, lekin ulaydigan holatda kelganligi uchun matni sharti yechilib ketadi. Agar fi alohida yozilganda fi deb cho'zilardi. Ulaydigan joyda kelgan uchun fil hutama. Va ma adraka mal hutama. Va ma da mat munfasil kelyapti, 4-5 cho'zamiz. Va ma orqasidan hamza kelganligi uchun adraka da qalqala kelyapti. Rodan keyin mad tabiiy kelyapti. Mana kichkina alifcha. Adraka mal hutama. Bu yerda ham lamni sukuniga e'tibor beramiz, qalqala bo'lib qolmasin. Mal hutama bo'lib qolmasligi kerak. Narullohil muqada. Narullohda mana Alloh lafzi zammadan keyin kelganligi uchun Alloh lafzini o'rtasidagi tashdidli lam o'ga o'qilyapti. Narullohil muqada. Mimdan keyin vav mad bor, tabiiy mad. Muqada. Allati tattali'u alal afida. Allati degan belgini alif bilan boshlaymiz. Alif ustiga a qo'yib boshlaymiz. T'dan keyin yo mad bor. Tattali'u birinchi oddiyda, keyin qattiqda kelyapti, ya'ni yo'g'on to.
Alal afida mu alayam yolg'iz kelsa ala bo'lib cho'ziladi. Ulanadigan joyda kelsa modlik sharti yechilib ketadi. Alal deb ulaymiz. Lam qalqalab o'qimasin. Afida mana e'tibor bersanglar mana mana hamza kelyapti. Bu yerda shu hamzani ustidagi harakatni o'qiymiz. Alal afida. Bu yerda ham hamza kelyapti, tagidagi harakatni o'qiyapmiz. Afida. Ya'ni hamza xuddi alifdaqa vazifani bajaradi. Innaha alayhim mu'sada. Innaha deyam g'unna kelyapti. Nunini ushlaymiz. Innaha hadan keyin alif mat. 1-2 deguncha cho'ziladi. Alayhim ya deyamiz. Sukunni to'liq beramiz. Himda bu idg'om mislan, ya'ni ikkita bir xil harf bir joyda kelgani uchun bir-biriga kirib ketyapti. Buni ham ushlab turamiz. Alayhim mu'sada fi amadin mumaddada. Fi deyam ozgina cho'zamiz. Amadimda tanvin mimga yo'liqib g'unna kelyapti. G'unnali idg'om ushlab turamiz. Amadim mumaddada. Sadaqallohu azim. Alloh manfaatli qilsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa boshqalarga ulashishni va kommentariyada fikringizni yozishni unutmanglar.